hurmatli talabalar, sizlar bilan mikologiya fanini ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Birinchi mavzu mikologiya fanining maqsadi, rivojlanish tarixi, ahamiyati va vazifalari. Ma'ruza rejasi. Kirish mikologiya fanining maqsadi va vazifalari. Ikkinchisi mikologiya fanining ahamiyati. Uchinchisi mikologiya fanining tarixi. Kirish, ya'ni mikologiya fani zamburug'lar haqidagi fan bo'lib, mikos ko'zi qorin, logos fan. Uning ahamiyati hozirgi davrda shunchalik ortdiki, Yevropa va AQShning yetakchi olimlari uni genetika, botanika, zoologiya, ximiya, fizika, matematika kabi megafanlar qatoriga o'tkazishni taklif qilishmoqda. Zamburug'lar tirik organizmlarning tabiatning barcha joylarida uchraydigan katta guruhini tashkil qiladi. Xalqaro mikologiya instituti direktori professor Oksfordning hisoblariga ko'ra, tabiatda zamburug'larning 1,5 millionga yaqin turi mavjud. Ammo hozirgacha fan tomonidan ularning taxminan 70 mingtasi, ya'ni 5% aniqlangan. Buning misoli 1928-yilda Buyuk Britaniyalik mikrobiolog Alexander Fleming kashf qilgan penitsillium antibiotikidir. Uning penitsillium va bir nechta boshqacha penitsillium turkumlari sintez qilingan. Penitsilin ilgari millionlab insonlar hayotini saqlab qolgan va hozirgi zamonda ham penitsillinlar guruhi preparatlarini millionlab hayotlarni saqlab, insonlarning hayotini saqlab qolmoqda. Boshoqli o'simliklarning qorakuyalari dalalarda, bog'larda va polizlarda ekinlar hosilini pasaytiruvchi poya va barglardagi zang va unshudring, bu va boshqa kasalliklar dehqonlarni bezovta qilishi turgan gap edi. Bu kasalliklarni nima qo'zg'atadi, ularning oldini olish mumkinmi degan bir qancha savollar bo'lgan. Diniy kitoblarda buning izohi boshqacha talqin qilingan edi. Bu Xudoning jazosi deb. Olimlar boshoqli o'simliklarda unshudring, qo'zg'atuvchi zamburug' misolida sporalarning har xil turlari orasidagi aloqani kashf etishdi va oidium turkumiga mansub deb hisoblangan zamburug'lar unshudring zamburug'i Plumeria graminis rivojlanishining bir bosqichi ekanligini ko'rsatib berishdi. Bunda rasmda ko'rinib turgandek, zang kasalligini, ya'ni poya zangining asosiy va oraliq xo'jayin o'simliklardagi belgilari bunda ko'rsatilgan va bunda asosan ularning simptom, ya'ni kasallik belgilarini va ularning kanida va kanida bandlari ko'rsatilgan. Bunda mikologiya faniga hissa qo'shgan olimlarimizdan Anton Leeuwenhoek, ya'ni 1660-yillarda murakkab mikroskop yaratgan olimlardan biri hisoblanadi. Karl Linney, asosan bu o'simliklar sistematikasini yaratgan olimlarimizdan biri. Charles Darwin, turlar kelib chiqishi va tabiiy tanlanish asarini yaratgan olim hisoblanadi. Louis Pasteur, mikroorganizmlar o'z-o'zidan yaralishi nazariyasi noto'g'riligini isbotlagan olimdir. Robert Koch, mikroorganizmlar o'z-o'zidan yaralishi nazariyasi noto'g'riligini isbotlagan olimdir. 1915-yildan boshlab Yachevski mamlakatda tarqalgan o'simlik kasalliklari haqida ma'lumotlarni to'plab, ularni mikologiya va fitopatologiya bo'yicha materiallar nomli ilmiy ishlar to'plamida chop eta boshladi. Yachevski butun dunyoda ma'lum bo'lgan 500 dan ko'proq ilmiy ishlarni, jumladan Rossiyada g'alla ekinlarining zang kasalliklari, fitopatologiya, ya'ni o'simlik kasalliklarini o'rganganda 2 tomli zamburug'lar aniqlagichi, mikologiya asoslari va boshqalarni chop etdi. Bu ilmiy ishlar Rossiya fitopatologiyasida katta rol o'ynadi. O'simlik kasalliklarini, ya'ni ikkinchi rejamizda asosan o'simlik kasalliklari klassifikatsiyasiga to'xtalib o'tishimiz nazarda tutilgan. Bunda o'simlik kasalliklari asosan infeksion hamda noinfeksion kasalliklarga bo'lib o'rganiladi. Biz endi hozir sizlar bilan infeksion kasalliklarga to'xtalib o'tamiz. Infeksion kasalliklar, parazitizm evolyutsiyasi va tiplari yer kurrasida yashovchi barcha organizmlar oziqlanish usuliga qarab 2 guruhga, ya'ni avtotroflar va heterotroflarga bo'linadi.
Avtotroflar fotosintez jarayonida organik modda yarata oladigan organizmlardir. Heterotroflar mustaqil ravishda organik moddalarni ishlab chiqara olmaydi. Ular faqat avtotroflar sintez qiladigan organik moddalar hisobiga yashaydi. Shu sababdan ular ma'lum darajada energiya manbalari sifatida avtotroflarga muhtojdir. Sizlarga asosan tavsiya qilingan asosiy adabiyot manbalari bilan tanishtirib o'taman. Yachevskiy, Hamrayev va Hasanov va boshqa bir qancha olimlar asosiy adabiyotlari tashkil qiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.